to'liq yuzi polni qoplangan bo'lishi kerak. Qumli atachentida ishlatganda mana shunaqa Xitoy kisichkadan foydalanishni maslahat beraman. Shitina. Buni olamiz, botirib olib. Sekin surishni boshlaymiz. Bitta narsaga ahamiyat berish kerak. To'liq yuzi polni qoplangan bo'lishi kerak. Bir kvadrat joyda umumiy shuni urib olgandan keyin gullarini sekin ochish boshlanadi. Mana kichkina ramkalar bo'ladigan bo'lsa, ob'yomni polni urib olgan yaxshi. Shuni gullar bir-biriga ulanib chiroyli chiqadi. Mana surib olgan cho'tkamizda keyin sekin gullarni birinchi yo'nalishini ochib olamiz. Kisichkada gullarni ochib olganimizdan keyin mana bu kisichkada qumlarni yoyishni boshlaymiz. Gullar sekin ochilaveradi. Bunday qop kelgan katta joylarni yana ochib olamiz.